Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda ham muhim, dolzarb va shoshilinch masala haqida suhbatlashamiz. Bu ma'lumot har birimizga tegishli. Har bir fuqaroning hayotida muhim rol o'ynaydi va agar hozir kerakli choralarni ko'rmasak, kelajakda jiddiy muammolarga duch kelishimiz mumkin. Hech bir ortiqcha gap so'zlarsiz to'g'ridan to'g'ri asosiy mavzuga o'taman. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va bu videoni like tugmasini bosib, boshqalarga ham yetib borishiga yordam bering. Chunki bu haqiqatan ham har birimiz uchun zarur ma'lumotdir. Muammoning mohiyati nimada? Avvallari davlat idoralari bilan ishlashimiz asosan qog'oz hujjatlar orqali amalga oshirilardi. Pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi, propiska yozuvi kabi hujjatlarimiz bizning shaxsiy ma'lumotlarimizni tasdiqlovchi asosiy vosita edi. Har bir idora o'z bazasini alohida yuritardi. Ko'pincha bu ma'lumotlar bir-biriga mos kelmasligi, eskisi bilan yangisi o'rtasida tafovutlar bo'lishi mumkin edi. Masalan, siz propiskangizni o'zgartirganingizda bu ma'lumot soliq idorasida, sog'liqni saqlash tizimida yoki bankda avtomatik yangilanmas edi. Ko'pincha har bir idoraga alohida borib, o'zgarishlarni ro'yxatdan o'tkazishimizga to'g'ri kelardi. Bu juda ko'p vaqtni oladigan byurokratik jarayon bo'lib, fuqarolarga juda ko'p noqulayliklar tug'dirardi. Qolaversa, inson omili tufayli xatolar ham tez-tez uchrab turardi. Ammo bugun vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimizning keng ko'lamli raqamlashtirish dasturi doirasida barcha fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari yagona elektron bazaga, ya'ni fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari yagona elektron reyestriga FSUER kiritilmoqda va bu tizim markazlashgan holda boshqarilmoqda. Endi sizning pasport ma'lumotlaringizdan tortib doimiy yashash manzilingiz, oilaviy ahvolingiz, hatto bank hisob raqamlaringiz haqidagi ba'zi ma'lumotlar ham ushbu yagona tizim bilan o'zaro integratsiyada ishlaydi. Maqsad nima? Ko'rsatishni soddalashtirish, shaffoflikni oshirish va korrupsiyaning oldini olish. Aytish mumkinki, bugungi kunda sizning ushbu yagona elektron bazadagi ma'lumotlaringiz sizning raqamli o'zingizga aylandi. Bu tizim orqali davlat xizmatlaridan foydalanish, hujjatlarni rasmiylashtirish, hatto pensiya yoki nafaqa olish jarayonlari ham tezkor va shaffof tarzda amalga oshiriladi. Eng muhimi shundaki, endilikda sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning aynan shu yagona bazadagi holati muhim ahamiyat kasb etadi. Avvallari pasportingizdagidan ko'ringan ma'lumotlaringiz bugun FSUER tizimidagi ma'lumotlar bilan to'liq mos kelishi shart. Aks holda katta muammolar yuzaga kelishi mumkin. Keling, endi kimlar ushbu holatdan xavotir olishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Aslida bu masala barcha fuqarolarga tegishli, ammo ba'zi guruhlar ayniqsa e'tiborli bo'lishlari lozim. Birinchi navbatda oxirgi 5 yil ichida pasportini o'zgartirgan, ya'ni eski namunadagi pasportdan biometrik pasportga yoki ID kartaga o'tgan fuqarolar. Eski pasportlardagi ayrim ma'lumotlar, masalan, yashash joyi bo'yicha propiska yozuvi, familiyadagi o'zgarishlar yangi hujjatga noto'g'ri o'tkazilgan bo'lish ehtimoli bor. Masalan, 2010-yilda 20 yoshli Dilshod o'zining eski pasportini biometrik pasportga almashtirdi. Uning eski pasportida propiska manzili Qo'qon shahar, Navoiy ko'chasi 25 deb yozilgan edi. Yangi pasportini olgach, u bu ma'lumotni tekshirishni unutdi. Oradan bir necha yil o'tib, 2023-yilda u ipoteka krediti olish uchun bankka murojaat qilganida, bank tizimida uning FSUERdagi manzili hali ham eski manzili bo'lib turganini aniqladi. Natijada kreditni rasmiylashtirish jarayoni kechikdi. U qo'shimcha hujjatlar to'plashga va ma'lumotlarni yangilashga majbur bo'ldi. Bu unga nafaqat vaqt, balki ma'lum miqdorda moliyaviy yo'qotishlarga ham sabab bo'ldi. Ikkinchi guruh familiyasini, ismini yoki otasining ismini o'zgartirgan fuqarolar. Bu nikoh, ajrashish yoki shaxsiy xohish bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, 30 yoshli man turmushga chiqqandan so'ng familiyasini o'zgartirdi. U pasportini yangiladi. Lekin FSUER tizimidagi ma'lumotlarni tekshirib ko'rmadi. 1 yildan so'ng farzandini bog'chaga berish uchun elektron navbatga yozilishga harakat qilganida tizim uning familiyasini topa olmadi. Ma'lum bo'lishicha, uning avvalgi qizlik familiyasi FSUERda saqlanib qolgan ekan. Natijada u bog'chaga navbatga tura olmadi va ma'lumotlarni yangilash uchun yana bir necha kunni sarflashga to'g'ri keldi. Shu kabi holatlar nafaqa rasmiylashtirishda, ijtimoiy yordam olishda yoki hatto saylov jarayonlarida ham yuzaga kelishi mumkin.
Uchinchi guruh oxirgi 10 yil ichida doimiy yashash joyi propiska yoki vaqtincha turar joy ro'yxatini o'zgartirgan fuqarolar. Avvallari propiska tizimi viloyatlar va tumanlar o'rtasida ancha murakkab edi. Ba'zida ko'chib o'tgan fuqarolar eski manzildan o'chirilmasdan, yangi manzilga ham to'liq ro'yxatdan o'tmasdan qolib ketishlari mumkin edi. Masalan, 5 yoshli Murod aka 2017 yilda Qashqadaryodan Toshkentga ko'chib kelgan va vaqtincha ro'yxatdan o'tgan. O'sha paytda bu ro'yxatdan o'tish har yil yangilanar edi. Lekin keyinroq qonunchilikdagi o'zgarishlar sabab u bu jarayonni to'g'ri bajarmagan. Uning FCO'dagi ma'lumotlarda esa hanuzgacha doimiy yashash joyi Qashqadaryo bo'lib turgan edi. Uning farzandi talaba bo'lganligi sababli o'qish joyiga tegishli imtiyozli transport kartasini rasmiylashtirmoqchi bo'lganida tizim uning Toshkentdagi ro'yxatdan o'tganligini tasdiqlovchi ma'lumotni topa olmadi. Buning natijasida farzandi talab qilingan imtiyozdan bir muddat foydalana olmadi. FCO'dagi ma'lumotlarni to'g'rilash uchun Murod akaga ko'p yugurishga to'g'ri keldi. 4-guruh nafaqa yoshdagi fuqarolar va ijtimoiy nafaqalar oluvchilar. Pensiya va ijtimoiy nafaqalar endilikda to'liq elektron tizim orqali tayinlanadi va to'lanadi. Agar sizning FCO'dagi ma'lumotlaringizda xatolik bo'lsa, masalan, yoshingiz noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki yashash manzilingiz eskirgan bo'lsa, bu pensiya tayinlash jarayonida jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. 7 yoshli Xosiyat aya pensiya yoshiga yetgan edi. Pensiya fondiga murojaat qildi. Ammo uning FCOR tizimidagi tug'ilgan sanasi pasportdagidan 1 yil farq qilar ekan. Bu kichik xatolik uning pensiya olish jarayonini bir necha oyga kechiktirdi va Xosiyat aya bu vaqt davomida moliyaviy qiyinchiliklarga duch keldi. 5-guruh xususiy tadbirkorlar va yuridik shaxs rahbarlari. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz biznesingizni ro'yxatdan o'tkazish, soliq to'lash, litsenziya olish kabi jarayonlarda asos bo'ladi. Agar FCO'dagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lsa, bu sizning biznes faoliyatingizga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. 35 yoshli Sardor kichik ishlab chiqarish korxonasini ochmoqchi edi. Uning pasportidagi ma'lumotlar va FCO'dagi ma'lumotlar orasida kichik bir farq, otasining ismida harf xatosi borligi aniqlandi. Natijada u korxonasini ro'yxatdan o'tkaza olmadi va biznesini boshlash uchun bir necha haftasini ma'lumotlarni to'g'rilashga sarflashiga to'g'ri keldi. Bu kechikish unga katta moliyaviy zarar keltirdi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz oxirgi 5-7 yil ichida hech qanday shaxsiy ma'lumotlaringizni o'zgartirmagan bo'lsangiz, doimiy yashash joyingiz bir xil bo'lsa va hech qanday davlat xizmatidan foydalanishda muammoga duch kelmagan bo'lsangiz, ehtimol sizning ma'lumotlaringiz to'g'ridir. Lekin baribir tekshirib ko'rish ortiqchalik qilmaydi. Chunki xatolar avvalgi qog'oz bazalardan ma'lumotlarni elektronlashtirish jarayonida ham sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu holatlardan xavotir olmasligi mumkin degan xulosa emas, balki ehtimol kamroq xavotirlanish mumkin degan tushuncha. Endi esa ushbu umumiy qoidalar, ya'ni FCO'dagi ma'lumotlarning to'g'riligi bo'yicha ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida to'xtalamiz. Birinchidan, ba'zi holatlarda ma'lumotlar markazlashgan tizimda avtomatik yangilanmasligi mumkin. Masalan, fuqarolikka qabul qilingan shaxslarning ma'lumotlari dastlabki kiritish jarayonida xatolik bilan kiritilgan bo'lishi mumkin yoki sud qarori bilan fuqarolikdan mahrum bo'lgan. Keyin esa qayta tiklangan shaxslarning ma'lumotlari eski holatda qolib ketgan bo'lishi mumkin. Bu kabi murakkab yuridik holatlar odatda standart avtomatik yangilanish jarayonlariga to'g'ri kelmaydi va ularni qo'lda. Ya'ni mutaxassislar aralashuvi bilan to'g'rilash talab etiladi. Ikkinchidan, chet elda tug'ilgan yoki uzoq yillar chet elda yashab, yaqinda O'zbekistonga qaytib kelgan fuqarolarda ma'lumotlar bazasida umuman ma'lumot bo'lmasligi yoki juda eskirgan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Masalan, 40 yoshli umida 25 yil davomida Rossiyada yashadi va yaqinda doimiy yashash uchun O'zbekistonga qaytdi. Uning so'nggi O'zbekiston pasporti 15 yoshda olingan edi. FCOR tizimida uning faqat o'sha eski ma'lumotlari bor edi, xolos. U bankdan kredit olishga harakat qilganida tizim uni tanimadi. Chunki uning oxirgi 20 yildagi yashash joyi, ish faoliyati va boshqa ma'lumotlari tizimda yo'q edi. U yangidan ma'lumotlarni kiritish, tasdiqlash uchun bir necha davlat organlariga murojaat qilishga to'g'ri keldi. Uchinchidan, ayrim texnik xatolar va tizim integratsiyasidagi muammolar. Garchi FCOR tizimi juda ishonchli bo'lsa-da, katta hajmdagi ma'lumotlarni raqamlashtirish jarayonida texnik xatolar yuzaga kelishi tabiiy.
Ba'zida ismlarning transliteratsiyasida, sana formatlarida yoki raqamlarda xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, Shuhrat ismi FCOR'da Shuhrat deb kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu esa ba'zi davlat xizmatlaridan foydalanishda rad javobini keltirib chiqaradi, chunki tizim uni boshqa shaxs deb qabul qiladi. Bunday xatolar kam uchraydi, ammo yuzaga kelganda noqulaylik tug'diradi. 4-dan, meros masalalarida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar. Marhumning FCOR'dagi ma'lumotlari to'liq va aniq bo'lmasa, merosni rasmiylashtirish jarayonida merosxo'rlar jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Masalan, marhumning yashash joyi yoki ba'zi mulklarning ro'yxatdan o'tganligi FCOR'da noto'g'ri aks etsa, notarius merosni rasmiylashtirishni rad etishi mumkin. Bu merosxo'rlar uchun uzoq va qimmatbaho sud jarayonlariga olib kelishi mumkin. 5-dan, ko'p qavatli uylardagi xonadonlar raqamlari yoki ko'cha nomlari o'zgargan holatlar. Ba'zida shaharlarni rejalashtirish yoki eskirgan ko'cha nomlarini yangilash jarayonida ko'cha nomlari, uy raqamlari o'zgarishi mumkin. Agar sizning FCOR'dagi manzilingiz eski ma'lumotlarni aks ettirsa, bu sizning manzilingizga pochta orqali keladigan muhim xabarnomalar, chaqiruv qog'ozlari yoki boshqa hujjatlarni o'z vaqtida olmasligingizga olib keladi. 2022 yilda Toshkentning Chilonzor tumanida bir necha ko'cha nomi o'zgardi. 48 yoshli Nodiraning FCOR'dagi manzili eski ko'cha nomi bilan saqlanib qolgan edi. Uning nomiga kelgan soliq xabarnomasi uning qo'liga yetib bormagani sababli u jarimaga tortildi. Chunki u soliqni o'z vaqtida to'lamadi. 6-dan, sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan yoki qamoq jazosini o'tayotgan shaxslarning ma'lumotlari. Bu kabi murakkab holatlarda FCOR'dagi ma'lumotlarni yangilash yoki to'g'rilash maxsus tartiblar asosida amalga oshiriladi va 3 shaxslarning aralashuvini talab qilishi mumkin. Bu kabi nuanslarni bilmaslik muayyan huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xullas, shaxsiy ma'lumotlaringizning to'g'riligi, ayniqsa COR tizimida aks etayotgan ma'lumotlarning aniqligi sizning huquqiy maqomingiz. Davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyatingiz va moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda muhim. Har bir fuqaro bu masalaga jiddiy yondashishi va e'tiborsizlik qilmasligi kerak. Endi esa eng muhim qismga, ya'ni amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qayerga borish kerak? Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Qanday qilib bu jarayonni osonlashtirish mumkin? Birinchi qadam. O'z ma'lumotlaringizni tekshiring. Buni bir necha yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali MyGov orqali. Agar sizning eGov tizimida ro'yxatdan o'tgan login va parolingiz bo'lsa, MyGov. Uz portaliga kiring. Mening ma'lumotlarim bo'limida shaxsiy ma'lumotlaringizni, pasport, doimiy yashash joyi, oilaviy ahvol va boshqalar ko'rishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor yo'l. Bu davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilib. Agar sizda MyGov uz portali orqali tekshirish imkoniyati bo'lmasa yoki biror narsa aniq bo'lmasa, eng yaqin davlat xizmatlari markaziga DXM pasportingiz bilan murojaat qiling. U yerda mutaxassislar sizning FCOR'dagi ma'lumotlaringizni tekshirib berishadi. Bu markazlar deyarli har bir tumanda mavjud. Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga pasport stoli murojaat qilib. Bu ham muqobil yo'llardan biri. Lekin DXMga borish afzalroq, chunki u yerda xizmatlar tezkor va qulayroq. 2-qadam. Agar xatolik yoki nomuvofiqlik aniqlansa, darhol uni tuzatishga kirishing. Qayerga borish kerak? Aksariyat hollarda davlat xizmatlari markazlari orqali murojaat qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Ular sizning ma'lumotlaringizni to'g'rilash uchun arizalarni qabul qiladi va tegishli idoralar bilan bog'lanadi. Ba'zi murakkabroq holatlarda, masalan, fuqarolik bilan bog'liq bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri Ichki ishlar vazirligining migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilish talab etilishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Agar familiya, ism, otasining ismi o'zgargan bo'lsa, bu o'zgarishni tasdiqlovchi hujjat, nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi, ism o'zgartirish haqidagi guvohnoma. Agar tug'ilgan sana yoki joyi noto'g'ri bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma. Agar yashash manzili, propiska bilan bog'liq xatolik bo'lsa, uyning kadastr hujjati. Uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat yoki turar joy egasining roziligi, agar u bilan birga yashasangiz. Ba'zida eski propiska hujjatlari ham talab qilinishi mumkin va arizaning nusxasi uni DXMda to'ldirishda yordam berishadi. Arizada aniq nima sababdan ma'lumotlar yangilanayotgani
va qanday o'zgarish kiritilishi kerakligi batafsil ko'rsatiladi. 3-qadam jarayonni kuzatib boring. DXMga murojaat qilganingizdan so'ng sizga murojaat raqami beriladi. myPOK.gov. Uz portali orqali yoki DXMga qayta murojaat qilib, arizangizning bajarilish holatini kuzatishingiz mumkin. Ma'lumotlarni to'g'rilash muddati holatning murakkabligiga qarab 5 ish kunidan 15 ish kunigacha cho'zilishi mumkin. Agar jarayon uzoq cho'zilsa yoki rad javobini olsangiz, uning sababini aniqlab yuqori turuvchi idoralarga, masalan, Adliya vazirligining tegishli bo'limlariga shikoyat qilish huquqingiz bor. 4-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ayniqsa keksa yoshdagi ota-onalarimiz, bobo-buvilarimiz yoki raqamli texnologiyalardan unchalik yaxshi foydalana olmaydigan yaqinlarimizga bu masalada yordam berishingiz juda muhim. Ularning ma'lumotlarini tekshirishda va agar kerak bo'lsa, ularni to'g'rilashda yelkadosh bo'ling. Ularning nomidan murojaat qilish uchun sizga ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin, ammo DXMga shaxsiy hujjatlari bilan birga borishsa, bu muammo bo'lmaydi. Qisqacha aytganda, bugungi kunda sizning raqamli pasportingiz, ya'ni fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari yagona elektron reyestrdagi ma'lumotlaringiz sizning rasmiy shaxsingizni belgilaydi. Bu ma'lumotlarning aniqligi, to'liqligi va dolzarbligi sizning davlat xizmatlaridan muammosiz foydalanishingiz, huquqlaringizni himoya qilishingiz va turli noqulayliklardan qochishingiz uchun asosiy omil hisoblanadi. Shuning uchun bu videoni ko'rgandan keyin hech kechiktirmay yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda bu mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lgan bo'lsa yoki shaxsiy tajribangiz bilan bo'lishmoqchi bo'lsangiz, iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam berishi mumkin. Videoni like qilishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bu kabi muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda bizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Azizlar, o'zingizga ehtiyot bo'ling.